Agar mabodo ovozim toni baland bo'lib ketgan bo'lsa, men uzr so'ramayman, sabab Alloh uchun baland qildim. Sizlarga kamoli qalbimda mehrim borligi uchun men ovozimni baland qildim. Balki kelib olib men diktavat qilishim, undan uzoqdaman men. Albatta mikrofon manda degani men aqlli, ba'da turganlar aqlsiz degani emas. Bu harom fikr, bu fikr. Hech ham men undan fikrlamayman. Xudo guvoh. Faqat yaqin olganimdan, do'st tutganimdan, kelinglar akalar, o'tgan safar ham aytdik, do'st bo'laylik, birdan bo'laylik, bir-birimizni yaxshilikka chaqiraylik. Hammamiz jam bo'lmasak borib, bizning millatni qaysidir dushmanlar yengib ketadi. Yaxshilikda jam bo'laylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Oldingi bu joyda yiqilgan mavizamni yarimiga kelib eshitdim, hali to'liq eshitib ulgurganim yo'q. Buni ham boshidan oxirigacha eshitaman. Mabodo biror joyda xato ketgan joyim bo'lsa, yana iltimos qilib biror kun kelib uzrimni aytib ketaman.